va hammaga salom, sizlar meni kanalimdasizlar va bugun men o'rtog'im Diyorbek bilan mantiqiy savollar yechaman. Obuna bo'lib qo'ying. Biz boshlagimizdan oldin Diyorbek o'rtog'imni tanishtiraman. Hammaga salom. Bugun mening ismim Diyorbek. O'rtog'im bilan bugun mantiqiy savollar yechamiz. Boshladik. Obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p. Bugun qadrli do'stlar, siz ko'rish kerak kanaldasiz. Demak, bugun yana bir nechta savollarni savollar. Video oxirida nechta savolga to'g'ri javob berganingizni yozib qoldiring. Unda biz birinchi savolni boshlaymiz. 5 egizak butun shahar bo'ylab mashhur edi. Bolaliklarida ular haqida tez-tez gazetalarda yozishardi. Katta bo'lishganda ulardan biri haqiqiy o'g'ri bo'libdi. Ammo uni tuta olishmas edi. Sababi politsiyachilar 5 aka-ukadan aynan qaysi biri o'g'irlik qilayotganini bilishmas edi. Aka-ukalar hammasi bir-biriga juda ham o'xshardi. Ammo yana bir o'g'irlik sodir etilgan jinoyat joyidan jinoyatchi qoldirgan xatni ko'rishibdi. Undan so'ng stoldagi narsalar joylashuvini ko'rishgach, 5 aka-ukadan kim jinoyatchi ekanligi aniq bo'ldi. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Kim jinoyatchi? Uchinchi emasmi? Men uchinchi deb o'ylayman. Men ikkinchi. Men uchinchi deb o'ylayman. E'tibor bering, jinoyatchi chapaqay. Narsalar va ruchka aynan chap tarafda turibdi. Demak, 5 aka-uka ichidan chapaqayni topish kerak. Faqatgina mana bu yigit narsalarni chap qo'lida ushlab turibdi. Kunlardan birida shaharda zombi apokalipsisi boshlanibdi. Bir qancha odamlar virusdan zaharlanib zombiga aylanishga ulgurishibdi. Bir necha oydan so'ng va nihoyat olimlar zombini DNKsini topishibdi va o'rganib odamlar uchun vaksina yaratishmoqchi bo'lishibdi. Ammo ilmiy izlanishlar vaqtida olimlardan biri virusdan zaharlanibdi. Siz esa olimlarning DNKsini ko'rib chiqib, ulardan qaysi biri virusdan zaharlanganligini topishingiz kerak. Ostonda bunisi, to'rtinchisi. Men ham to'g'ri. Yo'q, 3. Zombining DNKsidagi moddalar 3-nomerdagi olimning DNKsida mavjud. Ko'rinishidan ozroq vaqtdan so'ng bu olim zombiga aylanadi. Do'stlar, agar hali ham kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir shuning vaqti. Tezda kanalga obuna bo'ling. Biz keyingi savolga o'tamiz. Sharpalar korporatsiyasi ular ichida sharpalarga qarshi kurashadigan ovchi niqoblanib yashirinib yurganini sezib qolishdi. Albatta bu holat sharpalarga yoqmadi. Shuning uchun ular bu ovchini topishmoqchi bo'lishibdi. Ammo ovchi juda yaxshi niqoblangandi. Xo'sh, siz sharpalar ichidan niqoblanib olgan ovchini topa olasizmi? Bu oson, mana u kulib osilib turgani. Bu yerda sharpa ipga ilingan. Uchib turgani yo'q. Bu juda shubhali. Sen ashundan oson-da. Bitta. Qaysi biri ayt? 5-chi deb o'ylayman. Men mana shu deb o'ylayman. Bu sharpada esa soya bor. Sharpaning esa soyasi bo'lmaydi. Menga 5-chi. Menga 3-si. Bu yerda insonning oyoq izi bor. Sharpa esa oyoq izi qoldirmaydi. Ha, bu oson. 5-chi. Asha oxirgisi. 5. Ko'zi bor deydi. Ana. Xo'sh, endi siz sharpalardan qaysi biri inson ekanligini kommentariyada yozib qoldiringchi. Ko'ramiz, topa olibsizmi? Kevin haqiqiy olim edi. U juda ko'plab ilmiy ishlar bilan shug'ullanardi. Ammo u o'zining eng ashaddiy dushmani Ron haqida unutmagandi. Bir necha yillar oldin Ron Kevinni o'ldirmoqchi bo'lgandi. Ammo bu holat amalga oshmagandi. Shuning uchun Kevin Ron uchun bomba yasadi. U bombani Ronning uyiga qo'yib ketdi. Ammo Kevin bombaga uni to'xtatish mumkin bo'lgan parol qo'yib qo'ygandi. Agar Ron parolni javobini topa olib, bombani to'xtatsa, u bilan ortiq dushmanlik qilmas edi.
Kevin Ron uchun kichik bir ishora yozib qoldirdi. Kulrang plus sariq, javob olovrang. Undan tashqari parolning 3 ta sonini ham yozib qoldirgandi. Ron esa qolgan 2 ta sonni topishi kerak. Siz esa yordam bera olasizmi? Yo'q. 6 4 5 6 7. 6 4 5 6 7. 6 5. Menga. 6 5 6 4 5 6. Kevinning ishorasidagi so'zlar harfi soni bombaning paroldagi sonlarga teng. Kulrang so'zi 6 ta harfdan tashkil topgan. Sariq so'zi esa 5 ta. Demak, parol 6 4 5 5 7. Mashhur rassom August Fransiyada uchib borib, u yerda bo'layotgan katta auksionda o'zining eng qimmat suratini sotmoqchi bo'libdi. Aeroport xodimlari esa suratni samolyotning saloniga olib kirishga ruxsat berishmabdi. Sababi surat katta edi. Shu uchun August suratni bagajga berdi. Samolyot Fransiyaga qo'ngach esa August narsalari bilan birgalikda suratini ham topa olmadi. Suratni samolyotdagilardan biri o'g'irlagan degan shubhaga bordi va o'zi odamlardan so'roqni boshladi. Stewardessa rasm haqida bilmasligini, undan tashqari bagajdagi buyumlar bilan shug'ullanmasligini, u faqat uchish vaqtida yo'lovchilarga yordam berishini aytdi. Uchuvchi esa gaplashishga vaqt yo'qligini, sababi Fransiyada oz vaqt bo'lishini, keyingi reys bilan uchib ketishini, shu uchun ozroq dam olishni istashini aytdi. Yana bir shubhali yo'lovchi esa bu yerda qizinikiga mehmonga kelganini, hozir unga SMS yozganini, qizi uni kutish zalida kutayotganini aytdi. Keling, Augustga ozroq yordam beramiz. Kim o'g'irlikni amalga oshirgan? Menga. Yo, menga birinchisi. Birinchisimi? Pilot bo'lsa pilot. Menga bo'lsa oddiy qizim ko'rgan. Suratni samolyot uchuvchisi o'g'irlagan. U oz vaqtdan so'ng keyingi reys bilan uchib ketishini aytdi. Unda nega bunday katta sumka unga kerak? Aynan shu sumkada surat yashirilgan. Jimmy ota-onasi bilan yangi shaharga ko'chib keldi. Albatta, endi u yangi maktabda o'qishi kerak. Jimmy yangi sinfdoshlari bilan ko'rishishdan biroz qo'rqardi. U maktabga ertachi keldi. Maktabga kelgach juda xavotirlandi. Birinchi soat biologiya fani edi. U qiynalmasdan biologiya xonasini topdi. Eshikni ochib xonaga kirgach, qo'rquvdan xonadan yugurib chiqib ketdi. Nima Jimni shu darajada qo'rqitganini topa olasizmi? Voy. Men qarab ko'raman. Mana skelet qimillayib turgani. Asli. Qimillayib, mana qo'lini qimillatdi-yu, asli. Mana bu skelet oddiy emas, harakatlanyapti. Aynan mana shu skelet Jimmyni qo'rqitgan. Keling, bir so'rovnoma o'tkazamiz. Agar siz savolning javobini topa olgan bo'lsangiz, videoga like bosib qo'ying. Qani ko'ramiz, nechta kishi savolga javob topa olibdi. Endigi savollarimiz yordamida diqqatingizni sinab ko'ramiz. Rasmga qarang va bu yerda g'ayritabiiy narsani toping. Mana skateboardda uchib turgan qiz. Qizmi yo bu bola? O'g'il bola. Yo'q. Sen Menga emas. Bu yigitning skateboardi g'ildiraklarsiz harakatlanmoqda. Buni sezdingiz degan umiddaman. Qortepaga chiqyapti turgan. Qortepaga chiqyapti yuqori. Menga emas. Oynaga qarang, qor tepaga qarab yog'yapti. Bunday bo'lishi mumkin emas. Bu. Zebra. Bu qizda esa 3 ta qo'l bor, sezdingizmi? Qani? Endi esa bu ikki xonadan qaysi birida jinoyat sodir etilganini topishingiz kerak. Ikkinchi xonada deb o'ylayman. Men birinchi. Mana bu xonada. Sababi aynan jinoyat sodir etilgan joyini shunday politsiya lentasi bilan o'rashadi. Qo'rqlasdan. Nima deyapti?
Qaysi xonada Oyna. jinoyatchi bu? Oyna O'ynamashdi. oynasini ketgan birinchisi. Bu xonadagi oyna siniqlariga qarang. Siniqlar uy ichida turibdi. Oyna tashqaridan sindirilgan. Bu esa o'g'irlik sodir etilganidan dalolat beradi. Xo'sh, hamma savolga javob topa oldingizmi? Unda uni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni xursand qilish uchun esa kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hozirgi videoda shu edi. Keyingisida ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va oilangiz baxtiga doimo sog', omon bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.